Poytaxtimizda mehnat muhofazasining yangi milliy standartlarini amaliyotga joriy etishga bag'ishlangan Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Mehnat muhofazasi bu nafaqat qoida, balki inson hayotini asrashga qaratilgan zarur chora-tadbirlar majmuasi hamdir. Ushbu tushuncha mehnat fenomeni yuzaga kelibdiki, har makon va zamon uchun aktual. Seminarda O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi, shuningdek, tegishli davlat va jamoat tashkilotlari vakillari xodimlar sog'lig'i va hayotini asrashning mutlaqo yangi tizimini muhokama qildilar. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida hukumat tomonidan sohaga oid 3 ta qaror va bitta hukumat dasturi qabul qilinib, mehnatni muhofaza qilish borasida 100 dan ortiq qoidalarga o'zgartirishlar kiritildi hamda 2 ta milliy standart tasdiqlandi. Shuningdek, 2025-yil 24-dekabrda Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan mehnatni muhofaza qilishga oid ayrim nizomlarni tasdiqlash to'g'risidagi hukumat qarori mehnat muhofaza qilish bo'yicha tashkilotlardagi eng asosiy nizomlarni tasdiqlab berdi. Bu nizomlar orqali tashkilotlarda mehnat muhofaza qilish ishlari hamda xizmat faoliyatini tashkil etish, mehnat muhofazasi bo'yicha jamoatchilik va ma'muriy nazoratni tashkil etish tartibi, yo'l-yo'riq berish, o'qitish, bilimlarni tekshirish, malakasini oshirish va qayta tayyorlash tartiblari belgilandi. Shuningdek, mehnat muhofazasi va xalqaro mehnat tashkilotining standartlarining eng asosiy talabi, ya'ni mehnat muhofaza qilish ishlarida xodimlarning ishtirokini belgilab beruvchi mehnat muhofaza qilish bo'yicha vakil to'g'risidagi nizom hukumat qarorida tasdiqlandi. Bu bilan hukumat ish beruvchilarga signal beryapti. Mehnat muhofaza qilish sohasi bu oddiy byurokratiya emas. Ish beruvchining huquqlari, vazifalari, majburiyatlari ushbu qaror bilan aniq belgilab qo'yildi. Shuningdek, davlat dasturi doirasida ham sohaga oid islohotlar amalga oshirildi. Xususan, mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning yangi tahriri muhim yo'nalish sifatida qayd etildi. Konferensiya davomida tadbirkorlar uchun ish joylarida xavfsizlikni boshqarishning zamonaviy tizimlarini joriy etish, xodimlarni o'qitish va malakasini oshirishning raqamli usullari, ish beruvchining mas'uliyati va kadrlarning huquqiy himoyasini ta'minlash borasida tavsiyalar berildi.